Sulaymon Rozini eslaymiz. Xotan viloyatlik Yangi Qaytishi naqshi usul o'mikining shuhratlik laparchisi. Davlatlik birinchi darajalik artist marhum Sulaymon Rozi dehqondan cho'lpon bo'lib, bir san'atkor erishishga tegishli barliq sharaflarga noil bo'lgan. Partiya va xalq oldida tang qadrlangan faxrlik san'atkorimizning biri. Marhum Sulaymon Rozi 1938 yili 8 oyning 1 kuni Taklimakon bag'ridagi Yeshil Marvoyit Keriya nahiyasining To'g'irg'as yezisida dehqon oilasida tug'ilgan. 1 yosh chig'ida dadasidan yetim qilib, onasi beqib qatorga qo'shgan. 1947-yili mahallasidagi boshlang'ich maktabga o'qishga kirgan. Ozodlikning yangi tong nuri uning go'dak qalbini nurlantirdi. U ana shu chaqdan boshlabla maktabdagi san'at faoliyatlarida naqsh aytib, usul o'ynab, o'z talantini namoyon qilib, boshqalarning diqqatini o'ziga tortgan. Yezisidagi al-nag'machilarni o'ziga ustoz tutib, o'qishni sirtqi vaqtlarda naqsh usul o'rgangan. Yeza va nahiya tavasida o'tkazilgan turli san'at faoliyatlarida to'y-to'kun yig'ilishlarda naqsh aytib, el orasida kichik naqshchi deb nom olgan. 1955-yili Keriya nahiyasida o'tkazilgan xalq san'atchilari ko'rigiga o'z yezisi vakolatidan qatnashib, baxtimizning qalbi, ey ulug' muqaddas dona partiya, Guliyar qatorliq naqshlaparlarni o'rlab, nahiya bo'yicha 1-darajaga erishgan. Uning bu nomorlari yana orqadilla Xotan viloyati bo'yicha o'tkaziladigan san'at ko'rigiga tanlanib, viloyat bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan. Viloyatda o'tkazilgan san'at ko'rigidan keyin 1956-yili kuz oylarida u nahiyalik san'at o'mkiga artistlikka tanlanib, o'zining muntazam kasbiy san'at hayotini rasmiy boshlagan. U nahiyalik san'at o'makiga kirgandan keyin bir tarafdan naqshlaparni ijod qilib o'zi o'ynasa, yana bir tarafdan shu o'makdagi atoqli artistlardan Osimgul Barat, Mamtili, Rozi Yusuf qatorliq peshqadamlarni o'ziga ustoz tutib, astoydillik bilan mahorat o'rgangan. 1957-yili Xotan viloyatining bir qatlamliq san'at ko'rigida u Keriya yaxshi degan laparni o'rlab, viloyat bo'yicha 1-darajaga erishgan. Bu nomor yana orqadilla Xotan viloyatiga vakolatan Abdulum rayon bo'yicha o'tkazilgan san'at ko'rigiga Xotan yaxshi deb o'zgartirilib qatnashtirilib 1-darajalik mukofotga erishib, ayni chog'dagi Abdulum rayonining raisi Sayfiddin Azizning yuqori bahosiga erishgan. Sulaymon Rozi kurakdan qaytib kelgandan keyin Xotan viloyatlik san'at o'mkiga elib qilingan. Shu yillarda bu o'makda Ubul Hasan, Hasanjon, Salomat Maqsud, Sohib Jamol, Hajar xonim qatorliq birga mohir, ko'pga qodir, kuchlik san'at qo'shini bo'lg'ashqa, viloyatlik san'at o'mikiga kirish Sulaymon Roziga texnik kuch-qudrat va ilhom ato qilgan. U bu o'makka kelgandan keyin o'makning dongliq usul ijodiyatchilaridan marhum Sohib Jamol xonim va Hajar xonimlarning ko'ngil qo'yib tarbiyalashi, o'zining jafoga chidab o'rganish natijasida kasbiy jihatda xeyli ilgarilagan. 1958-yildan 1964-yilgacha u bu o'makning Xotan bulbuli deb nom olgan atoqli naqshchisi Salomat Maqsud bilan birlikda lapar o'ynab, Xotan sahnalaridan o't chiqarib, xalqning yuksak hurmati va olqishiga erishgan. 1963-yili Abdulum rayon bo'yicha o'tkazilgan kasbiy o'maklarning san'at ko'rigida Sulaymon Rozi ijod qilgan Bog'van aka, Dehqonlar shodligi qatorliq laparlar 1-darajalik ijodiyat mukofotiga erishgan. 1965-yili Zongli Zhou Enlay Xotanga xizmatlarni ko'zdan kechirishga kelganda, Xotan viloyatlik san'at o'miki Zongli Zhou Enlayni kutib bilish yuzasidan bir kechilik o'yin tayyorlagan. O'yinni ko'rgan Zhou Enlay Zongli viloyatlik san'at o'mikiga yuqori baholarni berib, bu o'makning xizmatlarini maqtab, o'makka yangi qoshtishi degan chiroyli ismni hadya qilgan. Shunaqla o'makdikilarni Bejingga berib o'yin qo'yishga taklif qilgan. Shu yili 10-oyda Xotan viloyatlik san'at o'miki Bejingga berib o'yin qo'yib, Sulaymon Rozi davlat rahbarlarining samimiy qabul qilishi
va yuqori bahosiga erishgan. Partiya Markaziy komiteti 11-navbatlik 3-umumiy yig'inidan keyin Xotan viloyatlik yangi qaytishi san'at o'mikining san'at bahori qaytadan jonlandi. Bu chaqda Sulaymon Ro'zining ijodiyat qiziqligi texmi urg'ib, Nurigan, Amgak va Muhabbat qatorliq laparlarni ijod qilib o'ynadi. 1980-yili u lapardagi hamrohi Sodiya Mahmud bilan Abdulum rayonlik madaniyat nazoratining taklifiga binoan Beijingda o'tkaziladigan oz sonliq millatlar san'at ko'rigiga qatnashib, o'zi ijod qilgan laparlarni o'rinlab, mamlakat bo'yicha 1-darajaga erishdi. 1990-yili Nurixon nomli lapri Abdulum rayon bo'yicha o'tkazilgan san'at ko'rigida 1-darajalik mukofotga erishdi. 1991-yili Qozog'istonda o'tkazilgan 18 Cumhuriyatning xalqaro san'at festivaliga Sodiya Mahmud bilan qatnashib, Amgak va Muhabbat, Oshpazxon bilan Zagarjon, Davatchi, Yorigullar qatorliq laparlarni o'ynab, shu qitimliq san'at festivalining eng oliy mukofoti Oltin bulbul mukofotiga erishib, zo'r sharaf quchib, vatanimizga qaytib keldi. 1993-yili yana 2 Mong'olda o'tkazilgan osonliq millatlarning san'at ko'rigiga Sodiya Mahmud bilan qatnashib, Oshpazxon bilan Zagarjon nomli laparni o'rinlab, ijodiyat va o'rinlash turi bo'yicha ayrim holda alohida mukofotga. 1995-yili mamlakatlik osonliq millatlarning san'at ko'rigida Bog'van naqshisi nomli laparni o'rinlab, ijodiyat va o'rinlash turi bo'yicha ba'zi alohida mukofotga erishdi. Yuqorqidek mo'l shon-sharaf natijalari bilan u shu yili kuzda davlatlik 1-darajalik artistlik unvoniga erishdi. Tashkil uning san'at sohasidagi natija utuqlarini mo'ylashtirib, 2006-yili uning bir butun san'at hayotini namoyon qiladigan Oltin buloq nomidagi Sulaymon Ro'zi san'at kechiligini uyushtirib berdi. Sulaymon Ro'zi ilgari keyin bo'lib, Xinjiang Muqam ilmiy tadqiqot jamiyatining hay'at a'zosi, Xinjiang usulchilar jamiyatining hay'at a'zosi, Abdulum rayonlik teatrchilar jamiyatining hay'at a'zosi, Xotan viloyatlik adabiyot san'atchilar birlashmasining faxriy raisi bo'lgan. Oddiy dehqon farzandidan katta bir shon-sharaf qushgan cho'lponga aylanish hech qanday bir san'at tarbiyasi ko'rmagan dehqon farzandi uchun hargizmi oson ish emas albatta. Sulaymon Ro'zi oxirgi umrida oshqozon rakiga giribdor bo'lib qolganiga 10 yildan oshgan bo'lsa-mu, o'zini sog'lom kishilardan necha hassi ko'taranku, jangovar holatda tutib, Xotan viloyatlik yangi qaytishi san'at o'mikining cho'ng kichiklariga yana davomli taklif bilan qatnashib, maslahatchi bo'lib, yosh izbosarlarni tarbiyalash yo'lida o'zining bir kishilik hassini qo'shgan. Yuqorida tilga ilingan ozg'in tafsilotlardan sirt, Sulaymon Ro'zining san'at hayotida qo'lga keltirgan natijalari, qoldirgan ma'naviy besotlari to'liq mo'l. O'zining davramsiz san'at hayotida dan qozongan asarlarni ijod qilib, xalq qalbidan o'rin olgan Sulaymon Ro'zi 2020-yili 8-oyda Xotan shahrida olamdan o'tdi. Sulaymon Ro'zi o'zining yarim asrning ko'proq san'at hayotini, barlig'ini sotsialistik adabiyot san'atining taraqqiyoti, xalqning ma'naviyatini beyitish uchun sarf qilib, lapar san'atini diyorimizdan xalqib dunyo sahnalarida chaqnatgan. Xotan viloyatlik yangi qaytishi naqshi usul o'mikining taraqqiyotiga sabab ta'sir ko'rsatgan chin ma'nodagi san'at egillarining biri. Uning san'at hayoti to'liq ma'nili, qimmatli hayot. Uning san'at yo'lida bosgan har bir izlardan uning to'kbillari ayon bo'ladi. Xotan xalqi o'zining bu suyimlik san'atkoridan mangu faxrlanadi va uni mangu seg'inib aslaydi.